Так, почти mayda chudajlarni to'g'rilab chiqdim. Kamerani yoqmadim. Endi yoqaman. Buni yoqdim, точнее. Kamerani bu tarafga qaratdim. Bu tarafimiz почти hech narsa o'zgarmadi. Просто men bitta zazorlarni yopib chiqdim. Xo'p, endi modellarni qo'yib chiqaman bittalab. Birinchi modelimiz nima ekan bu? Xo'p, bu bizda ungroup bizga bu yerdan mana kerak. Endi bu kerak. Hop, endi buni ozgina o'zgartiraman. Ya'ni uchkasini uzoqroq qilamiz. Orqasidagi mana narsa kerak emas bizga, chunki biz yerda turadiganini qo'yamiz. Xo'p, endi ushlab oldim. Tepadan top-bit. Xo'p, давайте buni botga qo'yaman. Buni bu tomonga qo'yib qo'yaman. Almashtirishimiz uchun qulaylik yaratamiz. Ya'ni bu tomonga so'zga nima deydi? Tushunarli. Yechiladigan ekan. O'zi yechib olib almashtiriladi. Demak, oralig'iga agar точно qo'ymoqchi bo'lsak, bizga plane kerak bo'ladi, bunda yordam beradigan. Plane'ni qo'yaman. Buni qo'yaman va plane'ni o'rtasiga mo'ljallayman. Xo'p, endi o'rtada xuddi shuni bu tomonga qo'yib olib, buni ham o'rtaga joylashtirib olaman. Polni urovni bilan bir xil qilaman. Hop, endi o'chirdim. Hop, buni devorga yopishtirib olaman. Balandligini to'g'rilab olaman. Balandlik 500. Mana shularni mana. Faqat metal rangini o'zgartirishimizga to'g'ri keladi. Bu yerda qora metal, biz boshqa metal qilamiz. Endi qiladigan ishimiz keyingi modelni olib kiramiz. Bu modelimizdan biza dush va kabinani olamiz. Ungroup. Mana gruppadan chiqasamiz, gruppada emas ekan. Demak, buni editable polyadan tozalaymiz. Xo'p, bu narsalar kerak emas bizga. Bizga kerakli narsa faqat eshik. Eshikni hozir biz o'zimizni tushuvchi kabinamizga qo'yamiz. Xo'p. Endi eshigimni olib bu tomonga mirror. Razmer почти 1 ga 1 ekan bizaniki bilan. To'g'rilab olamiz. Joylashtirib. Hop. Endi qiladigan ishim bu tomonni to'g'rilayman. Bu chetini o'rtaga to'g'rilab qo'yaman. O'rtaga moslab. O'rtani topishimiz uchun bizga tepadagi rigga yordam beradi. Hop, ya'ni qo'yib oldim. O'chiraman buni eskisini. Tepaga ko'tarishimiz kerak yuzga. Endi hop, уже kafinimizni kerakli darajada yorib beryapti. Eskisini olib tashlayman. Endi bitta narsani ko'rib olishim kerak.
Balandligi qattiq ekan buni. Ikki ming yuz qilsak, shunda to'g'riroq bo'ladi. 2100 2200 qilamiz-da. Qancha to'xtanglar. Davay 2400 qilaveramiz. Bunaqa vazirlar bir xil bo'lsin. Yo'q. 2100. Normal. Nimaga? Chunki keyin mabodo usta qila olmasa, u joyda sotib olishga to'g'ri kelib qolsa, biz bunaqa razmerni topa olmaymiz. Shuning uchun o'zimizga ham zakazga yengillik qilamiz. Mana 2100 da zaxranch qilib olamiz. Tak, 2000 emas, 2200. Yani 200 qo'shar ekanman. Ilojimizga boshqa, chunki xunuk ko'ryapti, menga yoqmayapti. 200. Tenglashtirib qo'yaveraman. Endi juda qo'pol ko'rinyapti. Hozir agar o'zini qoldirsak. Tomon nimaga? O'zida bor. Xo'p, metall rangini o'zgartirishimiz kerak. Bu bra. Trip. Trap. Tak. Xo'p, teksturani topdim. Davom ettiramiz. Shunaqa bo'lib kesib qo'yaman. Asosiy joylarni qo'yib chiqaman, qanaqa nima qilayotganimni. Ana melish sizlarning ham vaqtinglarni ketkazmaydigan narsalarni kesib tashlayman. O'zi bugun qo'ymoqchi edim, qarasam kesadigan joylar ko'payib ketdi. Hozir buni montaj qilguncha ancha vaqt ketadi. Men bugun bundan tashqari yana ikkitasini o'zim bitirishim kerak. Bittasi yarimchala, ya'ni boshlangan 10% где-то 20% deylik, bitgan. Qolganini hali dizayn o'ylash kerak. Xullas ishi ko'p. Xo'p, endi mana tekstura. Mana shu teksturani biz ishlatamiz. Test qilib ko'raman. Test bitta emas. Test qildim. Endi mana shu teksturani olib qolaman men. Nimaga? Bu teksturani men ishlataman. Mana shu. Yana shu. Hop, endi qiladigan ishim. Men bu teksturani menga coral karakterini ko'rsatdim. Ya'ni bitmapni ko'rsatgan qilib qo'yamiz. Endi buni bilishimiz kerak, qaysi biri nimaga javob berayotganini. Bitmapga ham bitta o'ylab turamiz. Пока что. Chunki aniqlab olishimiz kerak. Qayerga bizda berilyapti, tekstura qayerga berilmayapti. Mana ko'rdik, hamma joyga berilyapti. Keyingi qiladigan ishimiz. Bu yerda ham teksturani shu olamiz. Keyingi qiladigan ishimiz. Buni ham teksturasini almashtirib olamiz. Bu qismi qora qoladimi yo biz qismini ham olamiz.
Keyingisi bu. O'rtacha qiyin emas ekan shundoq. Bittasidan almashtirsak, ikkinchisi bizda уже boshqa narsaga javob beradigan narsa. Ishida sal qiynalamiz endi. Yo'q, ishida qiynalmas ekanmiz. Naоборот. O'zi group open qilib turib, teksturamizdan berib olamiz. Endi nima qilamiz? UVW map. Просто box berib qo'ysak ham normalniy bo'ladi. Chunki bu reflection beradi bizga faqat. Отражение bo'lgan joylarda effekt beradi. Именно kadrga qarab to'g'rilaymiz endi. Misol uchun buni mana bundoq qilganimiz bizga ma'qul. Uzoq kadrlarimizda baribir bu narsa ko'rinmaydi. Yaqinroqga kelganimizda kadrlar bo'lsa, ularda обязательно mana shu narsani ishlatishimiz kerak. Ya'ni bir xil joylarda unwrap ishlatishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, endi bunga ham UVW map beraman. Normal. Yaxshi. Endi bu yoqqa keldik. Bu ham bitta отдельно qilingan ekan. Bu yoqqa отдельно. Group open. Shimiz, o'sha yerda. Ham shimiz. Так, шланкасini. Шланкасы металлический ekan. Bemalol. Teksturani beramiz, teksturamiz tushadi. Tak, bunga ham UVW map beraveraman. UVW map. Tak, bunda box kichkinaroq olishim kerak. 150. Нормально. Yaxshi. Endi bitta ko'raveramiz предварительно. Nima bo'layotganini interaktiv orqali saqlanib qolaman birinchi. Если что, teksturani to'g'rilaymiz. Teksturani hozir anaqasini olib tashlayman. Boya qo'yib qo'ydim-ku bitmapini ko'rishimiz uchun. Shu narsani olib tashlayman mana. Ko'rasizlar. O juda bogатый tekstura lekin. Juda bogатый tekstura. Sal to'qroq demasak, bu hayotda bunaqa to'q ko'rinmaydi-da. Rostdan ham hayotda bu sal ochroq. Ya'ni metalni ko'paytirsak, 15 qilsak, keyin buni yorug'ligini ozgina ko'taramiz. 182 qiling. Bunga ko'payib ketmasin. Endi nasishini ozgina tushiramiz ko'targanimiz uchun. 75. Mana shunda chotki bizga nasishinisi normada tekstura sifatli chiqadi. Zo'r. Ancha bogатый qildi. Endi keyingi qiladigan ishimiz saqlanib qolib, yana bitta narsa qolib ketdi bizda. Ya'ni orqada detalimiz bor. Anaqa полотенце сушитель o'zini rangi bunaqa rangi yo'q. Покрас qilmasa agar, покрас qilmaymiz по-любому. Просто oq rangga berib olamiz, chunki eshigimiz, unitazimiz bilan identichni ko'rinishni boshlaydi. Yana bitta detalni qilib qo'ymasak, agar open shu qismida editable pole 5 mashina ushlab detta chiqib olaman. Endi shu qismiga mana shu material berib olaman. Qanaqa chiroyli chiqdi. Gap yo'q. Zo'r. Yomon emas, yaxshi chiqyapti. Keyingi qiladigan ishimiz trap qo'yamiz. Ikkita chiroq
Bu orqasiga chiroq. Mana buni to'g'rilab qo'yaylik hozir. Hatto keyin esimizdan chiqib qoladi. Shuning uchun qisqa vaqt, tez vaqt unaqa ko'p olmaydi. Ya'ni nima qilamiz? Shuni ichkariga kiritib turib, endi bu tomondan ham ichkariga kiritamiz va bu tomonini yonga olib chiqamiz. Xo'p, davom ettiramiz. Tak, chalib qoldim ozgina. Xo'p. Mana endi bu yoq tomonga 2 mm, bu yoq tomondan ham 2 mm suramiz. -2. Xo'sh, endi metal qismimiz qolaversin. Realizatsiyasida o'xshat olishmasa, mana bu qismini ko'tarib boramiz. Bu nechyo strashnoy. Bunaqa kritichniy narsa emas, metal o'zgartirish. Endi bitta ko'raveramiz. Mana shu joy to'g'riladim. Keyin chiroqlarni qo'yishim kerak. Xo'p, chiroqlardan tanlab olaman. Chiroqlar bizda mana ikki xil chiroq bor. Bittasi tilla rang, bittasi qora rang. Deyarli bir xil. Grup. Endi buni ham olishim kerak. Tak, buni bu yerga qo'yamiz, to'g'risida balandlik tanlaymiz. 1500. Keyingisini 1700. Yo'q. 1000. Tak, keyingisini 1800 qilamiz. Vроде бы нормально. Hozir общийda ko'rsak ko'rinadi. Sal tushirar ekanman. 50 ga где-то. Z bo'yicha tushiramiz. -50. Endi instance qilmadimmi buni aytgancha? Mana shu bunaqada qoldiramiz. O'chiraylik. Copy instance. Group light. To'xtaydi. Nega turibdi chiroq? Birinchidan chiroqni kopiya qilamiz. Copy instance. Xo'p, endi buni chiroqni to'g'rilaymiz sizlar bilan. Tak. Chiroq issiq. Bizda hozir unaqacha isib ketmagan sahnamiz. Shuning uchun 4500 qilamiz, sahna bilan identichniy bo'lishi uchun. Sal kuchaytirilgan ekan, bu yerda shuni kichkinaroq qilishimiz kerak. 100. Даже 50 yetadi menimcha. Xo'p. Yomon emas. Yaxshi, faqat model sal boshqacharoq qilingan ekan. Bu o'zi sal kichkinaroq bo'lardi. Buni to'g'rilab olaman hozir. Endi to'g'ri. Sal kichkinaroq qilish kerak, chunki orqa taraf unaqa katta emas-da bo'ladi. Endi olib shishayman. Bu yoqni mana shu oldi ham. Hop, endi qiladigan ishim buni orqasidagi metalni o'zimizni metal rangidan beramiz.
Ya'ni metall rangini olib turib, o'zimizga o'zgartirib qo'yamiz. Va yana bitta ko'raveramiz, предварительно. Saqlayib qo'ymasam otib olishi ham mumkin. Mana. Endi realistik masshtabda o'zi original qanaqa bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa masshtabda. Tak, endi sizlarga ko'rsatiladigan narsa yo'q. Просто orqaga xalat qo'yaman modelini и mamutiga полотенцесушитель qo'yaman. Qolgan narsamiz tayyor. Trap qo'yib qo'yaman. Bu model qo'yish просто. Bu tozi, shakar narsa yo'q. Bu joylarni videoga olib o'tirmayman. Keyin sizlar bilan renderni nastroykalarni ko'rib chiqamiz. Oxirida qilib bo'lganimdan keyin bitta ko'rsatib chiqaman. Qayerga nima qo'shish kerak, qayerga nima. Tak, hamma detallarni joylashtirdim. Endi ko'rishinglar mumkin. Sanuz yo'limiz bitdi. Bir ikkita detallarni to'g'rilaymiz. Ya'ni birinchi kameraga o'taman. Hamma narsani joylashtirdik. Detallarni qo'yib chiqdik. Endi qiladigan ishim light. Shu yorug'lik menga $5500 sal issiqroq bo'lsa, shunda kuymaydi ko'p narsamiz. Hop. Mana teshikni yopishimiz kerak. Model xatosi bu. 3D modelni yasalayotganda xato qilishgan. Mana bu teksturani o'girib olishimiz kerak. Вроде бы приятный. Yaxshi yomon chiqmadi. Endi highlightlarni ozgina nastroy qilib ko'ramiz. Uncha o'zgarishimiz yo'q. Light. Shu narsa yondiraveradi, ozgina ko'tarsak. Nol qilib turib. Umumiyni pastga tushirsammikin? 200. Давайте buni min qilamiz. Keyin mana sal приятныйroq bo'ldi. Buni sal tushirishimiz to'g'ri keladi. 400. Juda приятный tonini topishimiz kerak hozir sizlar bilan. Besh qilib qo'yib. Buni o'chirib turaman. Uch yoki 2 qilamiz buni. Bu yoq qismlarini ham chiqib chiqamiz. Uch. Buni bir qilamiz. Endi ranglar yomon chiqmadi. Realistichni. Ya'ni yorib ketishlar yo'q. No. Buni yanada darabutik qilsak, yaxshiroq chiqardi, menimcha. iOS o'zgartiramizmi? Yigirma sakkiz bizda hozir. 22 qo'yib ko'ramiz. Yo'q. 23.
juda tepa. 24. Motor ham yaxshi. Bunaqa joylari qandoq soya berganlari juda chiroyli beryapti. Faqat ikkitali ham bo'lib ketmayapti. Prinsipi yomon emas. Shuni prosta 400 qilib ko'raylik-chi. Yomon emas. Unaqa kuydirvormadi. Даже bunaqa ishlab ko'rsak ham kuymadi unaqa. Tak, keyingi qilgan ishimiz buni 25 ko'taraydi. Oqarib ketdi asal. 150. Yaxshi. Kontrast ozgina qo'shishimiz kerak. Ko'paytirsak. Soya yorug'. Buni tengimiz. 0. 150. Tak, keyingi qiladigan ishimiz saturatsiya. Shuni mayli 25 qilib ko'raylik. Ozgina nisbatan o'zgardi-yu, nimadir kamlik qilayotganda. Nimadir yetmayapti. Tak, bunu da o'chirib bitta yoqaga. Shuni 5 qilsamchi. Buni o'chirib ko'raman. Kontrast 1 qilamiz. Endi mana teksturamizni to'g'rilab olsak, menimcha normalniy chiqadi. Tak. Group open. Double map. Beş yüz. Juda mayda bo'lib ketdi. 800. Endi o'qiladigan tekstura bo'ldi bu. Endi ishini mana bu joyidagi teshikni olib boramiz. Bu tomondan ko'rsak. Shu qismini ushlashimiz kerak ekan. Boshqa detalli ushlab olmasligimiz kerak. Tepaga ko'taraman. Teshikni yopdik. Endi
To'g'irladik. Keyingi qiladigan ishimiz buni to'g'irladik. Bu yog'ini ham to'g'irladik. Vizitkalar joyida. Mayda joyda. Detallar joyida, refractionlar joyida. Xo'p, endi sizlar bilan menga yoqyapti освещение. Чисто такой tozaroq chiqdi. Ortiqcha shovqinlisiz, ortiqcha elementlisiz. Faqat endi buni kontrastni kuchaytirib olish kerak emas. Photoshopda montaj qilayotganda. Adak zo'r. Saqlanib qolaman faylni. Endi rendering setup sizlar bilan nastroyka qilamiz. Buni o'zi yoqib qo'yasizlar обязательно. Keyin render elementga o'tib, men belgilagan render elementlarni o'zingizlar qo'shib olasizlar. To'xtaylik tak. Hech pasni tekshirib olaylik. Tak, 3 4 5. Keyin text mapni pastga tushib turib, text mapni belgilangan holatda Corona AO qo'shamiz va material ochib turib, materiallarni Corona AO ni tashlaymiz. Keyin Corona AO ni nastroykasini to'g'irlaymiz. Instance qilasizlar, ko'p emas. Xo'p. Давайте 1 mm 15 и сохранить qilamiz. Так. Render elementlarni to'g'rilab bo'ldik. Mana bu chiqadi. Bu render element bizda quyosh va soyalarni, yorug'lik va soyani ajratib beradi. Bu render element bizda отражение, ya'ni refractionlarni qilib beradi. Refraktlarni mana bu render elementimiz bor. To'g'rilab beradigan. To'g'rilab bermaydi endi. Qo'shimcha funksiya. AO bor, ID bor. Bu Photoshopda montaj qilganingizda kerak bo'ladi. Text map, mana hozir nastroyka qilganimiz mana shu. Text map soyalarga liniyalarni chizib berishga yordam beradi. O'zi yaxshi chiqdi. Shu darsligimiz shu. Hozir buni renderga qo'yaman. Hammaga yoqqan bo'lsa xursandman. Like bosinglar, kommentariy qilinglar, podpiska qilinglar. Bizlar bilan ilm olishni 3D Max va Corona renderni o'rganishni xohlasanglar, Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda men nima bo'ladi? Xullas, kesaman bu joyni. Xullas, darsimiz shu. Hozir buni renderga qo'yaman. Ko'rdinglar qanaqa nima qilganimizni. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, kommentariy qilinglar. Instagram nima? YouTube'ga podpiska qilinglar. Xohlasanglar qilinglar, xohlasanglar qilmanglar. Hammaning o'zining xohishi. Shu. Mana shu videorolik